Ko'hna marg'ilonning 8 tepki atlasidan tikilgan ko'ylagi, xushbichim qaddi bastiga yarashiq lobar qiz osmonu falakni larzaga solib, gurillab tobora balandlikka ko'tarilayotgan samolyotning ichida emas, go'yo biz aeroportdagi bir zalda gurunglashib o'tirganimizdek bamayli xotir so'zlardi. Qadrli do'stlar, dedi tabassum bilan. Biroz sukut saqlab, hamma jim bo'lishini kutdi. Keyin Moskva-Toshkent yo'lida parvozni davom ettirayotgan samolyot qay tezlik va yuksaklikda uchayotgani, manzilga qachon yetib borishimizni ma'lum qildi-da, vaqtincha papiros chekmay o'tirishlarini yo'lovchilardan iltimos qildi. So'ng shaxmat shashka gazeta jurnallar tarqatib chiqdi. O'rta salondagi qo'shaloq o'rindiqda 2 keksa o'tiribdi. Biri erkak, biri ayol. Erkak ayolga nisbatan yoshi ulug'roq, 70larni urib qo'ygan. Ayol 55larda. Ko'ksida qahramon ona hamda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi ekanligidan dalolat beruvchi 2 nishon porlab turardi. Kim ular? Ma'rifat opa umri bino bo'lib, bunaqangi ajoyib tabiat manzarasini birinchi marta zavq-shavq bilan tomosha qilyapti. Ne ajab, samolyotning o'ng tomonidagi tevarak oynadan tun malikasi, qamar mo'ralasa, chap tomondan jilvakor quyosh sho'x jilmayib boqmoqda. Bamisoli ikkisi kimsasiz yulduzlar ummonida qo'l ushlashi birga sayr etib yurishganidek. Uchma poyezd, samolyotni Ma'rifat opa yoshligidan shunday deb atardi. G'aram-g'aram oppoq bulutlar ustida suzib boryapti. Opa derazaga yaqinroq o'tirib olgisi, ko'zni qamashtirgudek tiniq ufqqa to'yib boqisi kelardi. Biroq yonidagi o'rindiq band. Soch soqollarini keksalik xirovi bosgan, chust to'ppili bir mo'ysafid tashqi ko'rinishidan barcha voqealarga loqayd qaraydigan, beg'am kishidek parvoyi falak miq etmay, boyagi qiz tashlab ketgan bezakli jurnalni varaqlab o'tiribdi. Chol jurnalni allaqaysi betiga chunon uzoq tikilib qoldiki, opani toqati toq, yuragi tars yorilib ketgudek bo'ldi. Joyini almashtiraylik deb ko'rsami? Nima derkin u kishi? Namuncha tikilavermasa, jurnallarni bir betidan ko'z uzolmay. Yonidan qalam olib, alla narsalarni yozyapti jurnal sahifasiga. Ma'rifat opa ko'z qirini tashlab qarasa, yon qo'shnisi krossvord yechib o'tiribdi. Salondagilarga taom tortildi-yu, hamsoya jurnaldan bosh ko'tardi. "Ho, dedi mo'ysafid ko'zoynagini qo'liga olib dasturmoli bilan artarkan. "1 soati o'tdi ketdi deng." U opaga yuzlandi. "Hademay qarabsizki, ona shahrim Toshkentim deb turibmiz-da." Opa uni gapini ma'qullagan bo'lib bosh irg'ab qo'ydi. Chol unga nisbatan gapga chechanroq chiqib qoldi. Bir muhim narsa yalt etib esiga tushganday, "Zerikmay kelyapsizmi qo'shni?" dedi shoshib-pishib. "Meni afv etasiz. Mana shu ayrilmas baloga giriftor bo'lganman. Qo'limga aganyok yoki guliston tushib qolgudek bo'ldimi vassalom. Yorug' dunyoni paqqos unutib yuboraman. Oxirgi katagi to'ldirilmaguncha fikran mana shu kataklarni kezib yuraveraman desangiz. Marhum Abror aka tirik davrida umri Hamzada o'tardi. U kishi qazo qilgunlariga qadar 500 martadan ziyod Otelloni o'ynadilar. Ba'zi sabablarga ko'ra 1-2 marta tusholmagandirman xolos teatrga. Abror akamlar olamdan ko'z yumdilar-u, zinhor o'ylamangki, kasbi kori krossvord ustida miya achishtish ekan deb. Mo'ysafid uzr so'rayotganday opaga ta'zim qilib gapirardi. Aslo. Bu shunchaki bo'sh paytlarda bir ermak. Bilasizmi, bu jimboqlarga javob topish nihoyat zavqli narsa-da. Olam tushuncha. Ba'zan bitta so'zni necha kunlab topolmay yuraman. Mana, hozir atigi 5 harfdan iborat daryo nomini topolmayapman. Tilimni uchida turibdi-yu, hech to'g'ri kelmayapti. Qaysi daryo bo'lishi mumkin? Ma'rifat opa ixtiyorsiz gapga aralashib ketganini o'zi payqamay qoldi. Yevropadagi yirik daryolardan biri deyilgan. Volgadir-da. Shoshmang, Volga deng. To'ppa to'g'ri. Volga. Shuni bilmaganimni qarang-a. Ma'rifat opa fursat kalitini topganday, "Yo'q demasangiz, deraza tomonga o'tib o'tirsam", dedi iymanib. "Joni bilan singlim, bosh ustiga." Joylar almashildi.
Opa maqsadiga erishganidan xursand. Cholga baribir. Birpasdan keyin u yana muammo ketaklariga sho'ng'iydi. Ma'rifat opa hayron. Bu istarasi issiq, muomalasi samimiy kishiga yana bir-ikki bor boqdi-yu, yuragiga alla narsa jiz etib tekkandek tuyuldi. Opani endi ona yer jamoli, tabiat go'zalligi unchalik o'ziga rom etolmasdi. Uning diqqat e'tibori mana shu yonida pichirlab so'z durdonalarini topib, jajji kvadratlarga bitayotgan ko'zoynakli odamda. Qayerdadir uchratgan, ham suhbat bo'lgan, lekin qachon u qayerda ko'rgan, eslolmaydi. Sirajin peshonasini tirishtirib, yana va yana tikiladi. Nahotki Avazxon aka bo'lsa, oradan 40 yil vaqt o'tib ketibdi-ya o'shandan buyon. Odam keksayib, bukchayib qolsa, qosh ko'zi o'sha-o'shaligicha qolarkan. Kim bo'lishi mumkin bu kishi? Haligi televizorda otalar so'zi aqlning ko'zi eshittirishni olib boradigan mo'ysafid shu emasmikin? Yo'q, televizorda iyagiga yasama soqol yopishtirgan artist chiqadi degan gap qulog'iga chalingandi chog'i. Darvoqe, bu kishi ham o'zini san'atga maftun ekanligini aytmadimi boya? Soqoli yasama emasga o'xshaydi-ku-ya. Opa qo'shnisiga takror qaragani sayin qiziqishi zo'rayib boraverdi. O'sha xuddi Avazxon akamni o'zginasi-ya, deydi o'ziga o'zi. Ammo falonchi aka emasmisiz deyishga yuragi chopmadi. Yonida o'tirgan kishi go'yo to'g'ri singlim, men o'sha sizni qiziqtirayotgan Avazxon bo'laman deyotgandek. O'tmishda sodir bo'lgan, endilikda esa yoqimli bir tushdek xotiraga mahkam o'rnashib qolgan voqealar tizmasi opani xayolini chulg'adi. Oh, taqdir peshona. Riyozat tuzini tatimay, yor vasliga yetishni osonlik bilan bo'lmas ekan. Ma'rifatning xasta ko'ngli iztirobda. O'shanda Asqarali va'dalashgan tepalikka kelmadi. Yigit tomonidan yuborilgan dasturxonlar sizga beradigan qizimiz yo'q qabilida yopiqligicha qaytarilib yuborilayotganini Ma'rifat bilib yurardi. Sababi otasining iborasi bilan aytganda teng-tengi, tezak qopi bilan. Sevishganlar hamisha uchrashib turgan qo'shsada tagiga Asqarali 4 tagina yong'oq tashlab ketibdi. Xavotir bo'lma, eson-omonman, lekin bir necha kun visol ko'risha olmaymiz degan ma'noni bildiradi bu alomat. Asqaralidan hamon darak yo'q. Nima bo'ldi ekan unga? Nega ko'rinish bermay qo'ydi? Ma'rifat sadaga suyanganicha chuqur o'yga botdi. Xo'rlanganidan ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Yong'oqni qo'liga oldi. Ko'z oldida Asqarali. So'nggi uchrashuv namoyon bo'ldi. Asqaralini qovog'idan qor yog'ardi. Qahru g'azab to'la ko'zlarini dara uzra yastanib yotgan qishloq tomon tikib, allakimlarga la'natlar aytardi. Tokaygacha, dedi u sadaning tanasiga zarda bilan mushlar ekan. Qachongacha odam bolasi o'z xohishi bilan nafas ololmay, bilganicha ish tutolmay yuradi. Inson bolasi hayvon emas-ku axir. Teng-tengi bilan tezak qopi bilan emish-a? Yong'oq tashlab ketgan bo'lsa ham, Ma'rifat va'dalashgan joyiga kelaverdi. Oradan bir hafta chamasi vaqt o'tdi. Ma'rifatning nazdida 7-8 kun emas, bir necha yil, yo'g'e, bir asr vaqt o'tganday. Qop-qora tunni quvib, charog'on kun kelishini Ma'rifat yaxshi bilardi. Shunday kun keldi ham. Asqaralini og'zi quloqida edi. Suyunchi ber Ma'rifat, suyunchi. Asqarali quvonchini yashira olmasdi. Ertaga sovchilar yana borishadi sizlarnikiga. Bu safar yo'q deb bo'lishibdi. Avazxon akam hamma narsani pishitib qo'yibdilar, ha? Qaysi Avazxon aka? Artistlar rahbari-chi? Dadangni bugun jamoaga chaqirtirib rosa tushuntirishibdi. Ovora bo'lib eski davrni qayta tiklanishini kutyapsiz. Baribir qaytib kelmaydi kechagi kun. Boyvachchayu ulamolarni gaplariga behuda uchavermang. Qizingizni sevganiga bering. Yo'q esa uvoliga qolasiz deb ertadan kechgacha uqtirishibdi. Opa cho'q soqol kishi tomon qiyo boqdi. Borgan sari ko'nglida ajib hislar tug'yon urib, toqati toq bo'ldi. Kechirasiz, dedi u imanibgina. Avazxon aka emasmisiz? Chol ko'zoynagini olib opaga yuzlandi. Ha, Avazxonman. Voy, men o'lmasam. Shunday bo'lib chiqar devdim-a, Avazxon aka. Bormisiz bu olamda? Omon esonmisiz? Bola chaqalaringiz tinch yurishibdimi?
Muqaddasxon opam omonmilar? Tani jonlari sog'mi? Kim bo'lishi mumkin bu ayol? Qayoqdan bildi Avazxon akani rafiqasini? Meni tanimayapsiz shekilli, Avazxon aka, dedi ayol titroq ovoz bilan. Men Ma'rifatman. Esingizdami, Ma'rifat? Qaysi Ma'rifat? Avazxon aka peshonasini tirishtirib, alla narsalarni eslamoqchi bo'ldi. Qoplonbekdanman. Asqar Alini zaifasi bo'laman. Endi tanidingizmi? Qoplonbek? Avazxon aka bu ajoyib qishloqni darhol ko'z oldiga keltirdi. Ha, esladim. Iye, Ma'rifatxon sizmisiz? Qaysi shamol uchirib qoldi bu tomonlarga? Moskvadan kelyapman aka. O'g'lim Avazxonni ko'rgani boruvdim desangiz. Obbo siz, obbo singili, zab yaxshi ish qilibsiz-da, dedi Avazxon aka. Aytganday, Asqar Ali qalay? Sog'-salomat yuribdilarmi? Uvali-juvali bo'lib ketgandirsizlar. Yuribdilar, shukr, dedi opa g'ururini yashirishga urinmay. Otangizga ming rahmat, Avazxon aka. Siz tufayli baxt topdik. Avazxon akani shu payt xayol qushi qanotiga mindirib, uncha uzoq bo'lmagan o'tmishga olib ketdi. Qoplonbekda bundan 35 yillar muqaddam yuz bergan voqea uni ko'z oldidan birma-bir o'taverdi. Qoplonbek muazzam cho'qqilari ko'm-ko'k osmon bilan o'pishgan, tog' orasida joylashgan g'oyat bahavo, ko'rkam qishloq. Avazxon aka o'sha damlarda oblast markazida tuzilgan teatr badiiy rahbari bo'lib ishlar edi. Sozanda-yu xonandalardan tashkil topgan sayyor truppa qishloqma-qishloq yurib, yaqindagina bunyodga kelgan kolxozlarda tomoshalar qo'yib berardi. Mashshoq-u sozandalar Qoplonbekka kunni ikkinchi yarmida kelishardi. Kechki payt guzarda klub xizmatini o'tab turgan yozgi choyxona odamlar bilan liq to'ldi. Ashula, o'yin, yana ashula. Artistlarning har bir chiqishini tomoshabinlar qizg'in olqishlardi. Qarangi, Avazxon aka, dedi Muqaddasxon o'pkasini bosolmay. Endigina qatorasiga 6 ta ashula aytib, guldiroz qarsaklariga ko'milgan xonanda Avazxonning rafiqasi bo'lardi. Ko'rdingizmi? Tangaday ham joy qolmabdi-ya. Nimasiga quvonasan? Dedi dafatan ma'yuslanib. Nima ham derdim. Darhaqiqat tanga tugul qiz juvonlarga ham joy qolmabdi. O'yin kulgi allamahalgacha davom etdi. Xaloyiq uy-uylarga tarqalib ketishdi. Artistlar esa guzarda tunab qolishdi. Ertalab Mahmudov jamoa sovetiga borib, qishloq aktivlarini, firqa va komsomol yecheyka sekretarlarini chaqirtirib kelishni iltimos qildi. Ular yig'ilgandan so'ng muddaosini aytdi. Truppamiz Qoplonbekda atigi bitta tomosha ko'rsatib, boshqa qishloqlarga o'tib ketmoqchi edi. Ham qishloqlaringiz bizni bag'oyat samimiy qarshi olishdi. Buning uchun ming tashakkur. Tuzingizni totdik, noz-ne'matlaringiz, zilol suvingizdan bahramand bo'ldik. Endi ketaversak ham bo'ladi. Lekin men bu yerda ochig'ini aytishga majburman. Orzularimiz ro'yobga chiqmadi. Rostini aytganda bizni quvontirgan narsa shu bo'ldiki, qishlog'ingiz tarixida chachvon, paranji degan narsani o'zi bo'lmagan. Boshqa joylardagidek qiz juvonlaringiz erkak kishini ko'rganda yuzini yashirmas ekan. Bu juda yaxshi rasm. Biroq tomoshamizga biror ayol kelmagani bizni, ayniqsa bizdagi qiz juvonlarni shu qadar ranjitdiki. Mahmudovning bugun ham qolib xotin-qizlar uchun tomosha qo'yib beraylik degan taklifiga hech kim e'tiroz bildirmadi. Bir kunga kelgan mashshoqlar, raqqosa-yu hofizlar Qoplonbekda bir hafta qolib ketishdi. Shu hafta mobaynida Avazxon Mahmudov guzardagi choyxonaga kirib chiqib yurarkan, yupungina kiyingan odamovi bir yigitga ko'zi tushib qoldi. Keng yag'rinli, zabardast, tog'ni ursa talqon qilgudek, lekin ko'zlariga g'am cho'kkan bu yigit ertadan kechgacha bag'rini zaxga berib, choyxonani bir burchagida qimirlamay yotardi. Kunlardan bir kun, "Musofirmisiz, uka?" deb so'radi Mahmudov unga yaqin kelib. "Yo'q. Qayerliksiz?" "Shu qishloqdan." "Ota-onangiz yo'qmi?" "Bor." "Nega bo'lmasa uyingizga bormaysiz?" "Borishga yuragim sig'maydi." Ajabo, uy-joyli, ota-onali yigit nega ovorai sarson bo'lib, g'aribona turmush kechiryapti? Yoxud oqpadarlardanmikin?
Avaz Mahmudov yigit bilan yaqinroq tanishib, uning bu kuyga tushib qolganiga kim va nima sabab ekanini aniqlamoqchi bo'ldi. Aytingchi uka, ismingiz nima? Asqar. Karim Yamoqchini o'g'li bo'laman. Asqarjon deng. Ha, barakalla. Mening ismim Avazxon, familiyam Mahmudov. Bilaman, kelgan kuningiz samovarchiga aytganingizda eshitgandim ismingizni, dedi yigit. Demak, tanish ekanmiz. Xo'sh, Asqarjon, endi sir bo'lmasa, nega bunday kun kechirayotganingiz sababini gapirib bera olasizmi? Asqar boshiga tushgan mushkulni lo'nda-lo'nda hikoya qilib berdi. Ma'lum bo'lishicha, Eshonning Xo'ja Ko'rsinga kolxozda ishladim qilib yurgan o'g'li o'ziga o'xshash jabrdiydalarni 5-6tasi bilan til biriktirib, qishloqda yangilikka mumkin qadar zarar yetkazishga harakat qilar ekan. Ilondan ilon, chayondan chayon-da. Asqar bilan Ma'rifat bir-birini sevishini ko'ra bila turib, ikki gulni orasidagi chaqir tikan, sovchilarni qaytib ketishiga sabab bo'lgan ham o'sha Eshonzoda edi. Haromdan orttirilgan ota meros, mol-u bisotini pesh qilib, Ma'rifatlar uyiga sovchilarini yo'llayverib, ostonasini teshib yubordi. Sandiqdagi bisot feruza osmondek beg'ubor muhabbatdan baland keladigan darajaga yetib qoldi. Sovchi kampirlar Ma'rifatning onasini latta-putta bilan yo'ldan urdilar. U ham mukkasi bilan tuzoqqa ilindi qoldi. Endi baxt qushi qo'lidan chiqib ketayotganiga ishonch hosil qilgan Asqar uydan boshini olib chiqib ketdi. Lekin tug'ilib o'sgan qishlog'ini, mushtipar onasini, mehribon otasini tashlab qayoqqa ham borsin. Shu boisdan ham Asqar ona qishlog'ini tark etishga ko'zi qiymay, ko'ksini zax yerga berib yotibdi. Avazxon yigitni savol o'qiga tutdi. Xo'sh, Asqarjon uka, shu ahvolda yastanib yotaverasizmi? Yo'q. Nima chora ko'rmoqchisiz? Ketsam deyman bu joydan. Qayoqqa? Boshim oqqan tomonga, dedi Asqar chuqur xo'rsinib. Faqat dunyo ko'rmaganligimga, yo'l bilmaganimga achinaman xolos. Tog' etagidagi tegirmonni ko'rgandirsiz. O'sha yerdan nari bormaganman. Dadam uzoq-uzoqlarda chiroyli shahar, so'lim qishloqlar bor deb yurardilar. Yoshligingda bir qishloqqa olib borib, tarozi pallasida qovurilgan go'sht olib berganman deydilar. Lekin yodimda yo'q. Estanigunimcha borgan bo'lsak, ehtimol u qishloqqa. Yigitning tog' suvdek g'uborsiz, yurakdan chiqqan so'zlarini Avazxon churq etmay tingladi. So'ng, Asqarjon uka, dedi vazming ohangda, yigitning yarasiga malham bo'lmoq maqsadida. Ko'p umidsizlikka berilavermang. Bu dunyoda iloji topilmagan narsani o'zi yo'q. Bir o'ylashib ko'raylikcha, mahbubangizni dadasi chuchvarani xom sanabdi. Zamon boshqa bo'lib ketayotgandan bexabar. U nodon ko'rgan teraklar kesilib ketgan. Jamoat soveti aktivlari tag'in bir karra uchrashib, Avazxon arzimagan narsaga bir-biridan judo bo'lishga, bir baxya qolgan ikki yosh qalbni tutashib ketishiga zamin tayyorladi. Ishni pishitgandan keyin ketsak endi bo'ladi bu yerdan, dedi Avazxon Muqaddasga. Ana endi maqsadga erishdik desak bo'ladi. Ansambl boshqa qishloqqa tomon yo'l oldi. Oradan 2-3 oy o'tgach, Avazxon aka hamkasblari bilan Qoplonbekda paydo bo'ldi. Uyga qaytayotgan edik, sizlarni bir ko'rgimiz keldi, dedi peshvoz chiqqan jamoat sovetining raisiga. Bosh ustiga, dedi rais o'z navbatida. Qadamlariga hasonat, ayni muddao. Asqar Ali Ma'rifatga uylanyapti. Avazxonni shodon ko'zlari chaqnab ketdi. Buni qarang-a, to'y ustiga kelibmiz. Har qanday qishloqning faqat o'ziga xos urf-odati, rasm-rusumlari bo'ladi. Qoplonbekda qiz chiqarish qiziq bo'lar ekan. Kuyov kelinni egar jabduqlari bezatilgan jiron otga mindirib, jilovdan ushlab yetaklaydi. Yor-yorchilar esa otni qurshab borishadi. Kelinni kuyov uyiga olib keldi. O'zi ham to'ymisan to'y bo'ldi-da. Mashshoqlar ham xolis xizmat qildilar. Bir-birlariga mushtoq qalblar tutashdi. Krasvord kataklaridan voz kechib, xayol surib qolgan Avazxon aka, mundoq o'ylab qarasam, dedi ovoz chiqarib. 40 yilcha vaqt o'tibdi o'sha paytdan beri. Aytishga oson. Haqqi rost Avazxon aka, vaqt o'tib ketaverar ekan. Xuddi kuni kecha ko'rishganimizdek.
Asqarali ukangiz urushga tovur rosa axtardilar sizni. Muqaddasxon opamizni. Dom-darak topilmadi sizlardan. O'zingizdan qolar gap yo'q. Urush yillari hammani dardi bir bo'lib, yaqin qarindoshlarni yo'qlash ham onda-sonda yodimizga tushmasa. Har qalay shukr, eson-omon ekanmiz. Mana, tasodifan bo'lsa ham uchrashdik. O'sha yiliyoq idora ishiga o'tib ketgandim. Asqarali qalay? Eson-omon yuribdimi? Deb so'radi Mahmudov. Shukr, yuribdilar. Bola-chaqalar bilan ko'payishib, qiychuvlashib qolganmiz. Bilasizmi, Avazxon aka? Asqarali ukangiz sizni to'ng'ichimiz dunyoga kelgan kunidan buyon qidiradilar. O'g'limizga o'zlari ism qo'yib bersalar deb, uvvalo yelib yugurdilar. Qani endi topa olsalar sizni. Topolmagach, Avazxon akamlarga hurmatdan chaqaloqni nomini Avazxon qo'yamiz dedilar. Demak, adashim bor ekanda. Ha, Avazxon aka. O'ziyam naqd qo'chqordek bola tug'ilgandi. 2 qatra suv misoli otasini o'zginasi. Loqal aeroportda uchrashmabsiz bugun. Tanishtirib qo'yardim. Kelinim ikkovi kuzatib qolishdi. Nevarali bo'lganmiz Avazxon aka. Moskvada yashashadimi? Ha, aspiranturani tamomlagach, ilmiy institutda olib qolishgan. Biram mo'min qobil yigit bo'ldiki, muallima chuqur o'y surib qoldi. Avazxon akani uchratdi-yu, yor visoliga yetolmay tunlari bedor o'tkazgan damlari, dam-badam baxtsizlik qismatidan ranjib, baribir bir boshga bir o'limda deya hayot bilan vidolashmoqchi bo'lgan kezlarini esladi. Darvoqe, Asqarali ukangizni so'radingiz, Avazxon aka. Inson boshi tosh metindan ham qattiq chidamli bo'larkan deyman. Ne o'limlardan qoldilar. Bir yostiqqa bosh qo'yganimizdan so'ng ukangizga alamzada dushmanlari kun bermay tirg'ishlayverishdi. Oshiq oshkora o'ldirib yuborisha olmadi-yu, o'lim yoqasidan bir necha bor qaytdilar boyaqish. Boshga tushganni ko'z ko'raverar ekan. Avvaliga uloq bahona kaltaklab o'ldirmoqchi bo'lishdi. Uloq talashish paytida qosh ko'zini surishtirmay savalayverishdi. Kishini duch kelgan yeriga. Chala o'lik holatda otdan yiqilib qorga ko'milib qolibdilar. Uloqchi o'rtoqlari ko'plashib keltirib qo'yishdi uyga. A'zoyi badanini lat yemagan joyi qolmabdi. Ustiga ustak o'pkalari shamollab, talay vaqtgacha ko'rpa yostiq qilib yotdilar. Arang oyoqqa turg'izib oldik. Bu balolar yetmagandek, bir daf'a Asqarali ukangiz daryo bo'ylab ot minib ketayotgan paytida tog'dan tosh yumalatib o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ukangiz epchilik bilan o'zini xarsang tosh orqasiga otibdi-yu, ot jonivor toshlar orasida qolib ketibdi. Toshni ayiq qulatgan degan bema'ni gapni ham tarqatishdi keyin. Ocharchilikdan bir amallab chiqib oldik. Turmush yana o'z o'zaniga tushib oldi. Ochofat fashistlar yurtimizga bostirib kirgan kezlari Asqarali ukangiz ham jandu jadalga otlandilar. Go'daklarimizni o'ksintirmay tarbiyalab, otalarini urushdan qaytishlarini orzu qilib kutdim. Noumid shayton, g'alaba kuni ham yetib keldi. Jajjilarim baxtiga otalari bir oyog'ini jang maydonida qoldirgan bo'lsalar-da, eson-omon kirib keldilar. Uvali-juvali bo'ldik. O'g'il uylantirib qiz chiqardik. O'sha o'zingiz ko'rgan Qoplonbekda ikkovlan o'qituvchilik qilyapmiz. O'sha kuni Toshkent aeroportida qiziq voqea yuz berdi. Avazxon akani kutgani chiqqan Muqaddas opa bilan rafiqasini qarshi olgan tog'dan kelgan Asqarali aka ham uchrashib qolishdi. Avazxon akaning darvozasi yoniga kelib to'xtagan havorang Volgadan 2 erkak bilan 2 ayol tushib, hovliga kirib ketishdi.